Xitay ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sin ko'rinishlarga asoslanganda Xitay doiralari yana bir turkum yashangan Uyg'ur ayolni majburiy əmgəkkə selish uchun yo'tkigan. Yaqinqi yillardan buyon Xitay Sharqi Turkiston xalqini butunlay osmolasiya qilib yo'qotish uchun turlik o'ydirma ayblashlar bilan xalqni xohlagancha qo'lga olib, turma va yig'ilish lagerlariga qamadi. Shuning bilan birga turma va lagerlardan qo'yib berilgan Uyg'urlarni 5-chi əmgək kuchi nomida Xitay o'lkalariga majburiy əmgəkkə selish uchun əvətdi. Ularning o'rniga Xitoylarni Sharqi Turkistonga ko'chib kelishga rag'batlantirdi. Xotin vokzalida tartilgan bu sin ko'rinishi Xitoyning yana bir qism kishini majburiy əmgəkkə selish uchun yurtlarining surgun qilinganligini ko'rsatdi. Qayerdan tartilganligi aniq bo'lmagan yana bir sin ko'rinishida o'ttir yosh va yashangan ayollardan tarkib topgan bir to'p kishining yuk taqlarini ko'tarib uzun safarga tayyorlanayotganligi ko'rsatilgan. Ularning chiroyidan solg'inlik va ilojsizlik ifodalari ko'rinib turadi. Amerika Davlat Məclisi Avam Palatasining a'zolaridan Andy Levin va Jim Makrovin boshchiligidagi yüzdən ortiq Davlat Məclisi a'zolari Uyg'urlar va Tibetlar haqidagi birlashma maktubga imzo qo'ydi. Mazkur kollektiv maktub Amerika hukumatining Chengdu shahridagi konsulxonasining taqilishi munosabati bilan yozilgan bo'lib, kollektiv imzo qo'yishdan keyin Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning ishxonasiga ئەۋەتىلدى. Andy Levin әпәндінің torbitidan ma'lum bo'lishicha, mazkur birlashma maktubda Amerikaning Chengdudagi konsulxonasining taqilishi tufaylidan Tibet va Sharqi Turkistondagi siyosiy va ijtimoiy vaziyatni kuzatish mexanizmi og'ir buzg'unchilikqa uchirganligi, buning bilan Uyg'ur diyori va Tibetga doir uchurlarni to'plashdagi eng muhim diplomatik qal'aning o'z funksiyasini yo'qotib qo'yganligi, buning bilan kishilik haqlari og'ir darajada dafsandichilikka uchrayotgan Uyg'urlar va Tibetlarning buningdan keyingi ahvolidan xabardor bo'lishining imkoni qolmaganligi alohida ta'kidlangan. Cuma kuni o'nlagan namoyishchi Londondagi Xitoy elchixonasining sirtiga yig'ilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish va irqiy qirg'inchiligini aybladi. O'xshamagan davlatlardan kelgan 80 dak xalqarалық o'quvchi Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmon o'quvchilar uchirgan ziyonkashlikka norozilik bildirdi. Namoyishchilar milliy tozalashni to'xtat deb to'lab, irqiy qirg'inchilik va Uyg'ur hayoti qimmatlik degan shiorlarni ko'tardi. Irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarning hayoti muhim degan shiorlar yozilgan lozunkalarni ko'targan namoyishchilar Xitoyning qirg'inchiligiga qarshi shiorlarni to'ladi. Namoyishchilardan biri Anadolu agentligiga o'zlarining Uyg'urlarning vaziyatiga diqqat qilib kelayotganligini, Uyg'urlarning majburiy əmgəkkə selinayotganligini aytdi. Yana bir namoyishchi bo'lsa, Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikni endi yoshirish imkoniyati qolmaganligini, dunyoning buning uchun harakatga o'tishi kerakligini aytdi. İgilənişçə, Moskvada Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Tashqi ishlar Ministrlari kengashi yig'iniga qatnashayotgan Hindistan va Xitoy Tashqi ishlar Ministrlari ikki davlat orasidagi chegara to'qinishi haqida ko'rishgan. Ikki ministr askarlarini chegara rayondan chekindirishga, muvaffaq orliqni saqlab, daloqdagi jiddiychilikni azaytishga qo'shilgan. Xabar qilinishicha, Hindiston Tashqi ishlar Ministri va Xitoy Tashqi ishlar Ministri Wang Yining birlashma bayonotida chegara rayondagi navbatdagi vaziyatning ikki tarafning manfaatiga mos kelmaydiganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Xabarlarga qaraganda, ministrlar bayonotida ikki tarafning davomli suhbatlashib, tezdan chekinib chiqib, muvaffaq orliqni saqlab, jiddiychilikni pasaytirishi kerakligiga qo'shilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Arab Birleşmə Xəlifəliyindən keyin Paris qoltuğidagi yana bir davlat Bəhrəyinin İsrailəbىلەن bo'lgan munosabatni normallashtirish to'g'risida kelishim hosil qilganligini e'lon qildi. Trump rasmiy Twitter hisobida mundaq dedi: "Bugun yana bir muhim tarixiy bosish. Bizning ikki ulug' do'stimiz İsrailiya va Bəhrəyin tinchlik kelishimi hosil qildi." Bəhrəyinning oldingi oyda İsrailiya bilan tinchlik kelishimi tuzab, ikkinchi arab davlati ekanligini ta'kidlagan Trump yana Amerika, Bəhrəyin va İsrailiyaning bu kelishimga munosabatlik birlashma bayonotini ham bahrladi. Bəhrəyin podshohi Hamad bin Isa al-Xalifa, İsrailiya bosh ministri Benyamin Netanyahu va Trumpning ko'rishganligi tilga ilingan bayonotda İsrailiya bilan Bəhrəyinning to'liq diplomatik munosabat o'rnatishga qo'shilganligi bayon qilingan. İsrailiya bilan Bəhrəyin munosabatni normallashtirishga qo'shilgandan keyin Falastin buningga norozilik bildirib, Bəhrəyindagi bosh elchisini qaytarib keldi.